Xo'p, do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bulutlarning ustida turamiz. O'sha Shohimardon Yordon qishlog'ining ustini bulut qoplagan. Mana bu yerda odamlar o'ynayapti. Yana bitta zo'r yangilik bor. Sizlarga bu tabiatni ko'ryapsizlar-a? Mana. Endi bundan buyog'iga oshpaz ishi tushdi bugundan boshlab. Xarajat qilib ketsalaring bemalol ovqatlarni qilib beraveradi. Faqat alohida xizmat oladi. Endi misol uchun 50 ming so'm, 100 ming so'm ovqat qilib berishiga qarab, ko'pchilik yozuvlaringga qarab va 3 mahal ovqati bilan sharoitlar qilib berdik. Xudo xolasa, endi 3 mahal ovqat so'raganlar ham bemalol kelib bizdan 3 mahal ovqati bilan joylab olsa bo'laveradi. Kishi boshiga narxlarni chiqaramiz 1-2 kunda. Ovqatlari bilan joy zakaz qilsalaring bo'laveradi. Faqat bizga shu dam olish kunlariga bir hafta oldin, yo'q, bir hafta debman, 2-3 hafta oldin, misol uchun 15 kun, 20 kun oldin joy bron qilasizlar. Juma, shanba, yakshanba kunlariga, qolgan oddiy ish kunlarida 2 kun, 3 kun oldin aytib bersalaring ham yoki ertaga chiqyapti desalaring ham joy olaverasizlar. Faqat mana kottejlarda iloji boricha ish kunlariga ham bir hafta oldin joy zakaz qilaverasizlar. Bu tarafga xonalarimizdan ko'pligi uchun ulardan 1-2 kun oldin telefon qilsalaring ham bo'laveradi. Mana haftaning o'rtasiga qaramasdan hamma joylarimiz to'la. Bemalol kelaverasizlar. Shu nimaga yana bitta like bosib qo'yinglar. Endi bu bulutni ko'ryapsizlarmi mana? Qanchalik tevada turganimizni his qilyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Sizlarni yaxshi ko'raman do'stlar.